Assalomu alaykum. Uzobzor kanali obunachilari. Bugun sotuvda Gentra mashinasi. Ko'rishingiz mumkin. Mashina holati tetik holatda. Yili 2021-yil. Avtomat korobka. Yurgan masofasi 96 ming. Salon holatlari endi yaxshi turibdi. Video registrator qilib qo'ygan ekan. Polidan. Orqa ko'rinishlari. Mashinamizni mana shu tarafida minchagina petnochasi bor ekan. Qolgan joyi toza deyishyapti. Yaxshi bolalar taqib qo'yishgan. Bozorda 12 ming, 13 ming sotilayotgan Gentramiz bizning kanalda xudo xolasa arzon qo'yiladi. Kimga qiziq bo'lsa 11 ming dollar so'rashyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.